Qizlar, bu raspakovkam siz ko'rsatayotgan advent kalendarlaringiz juda ham qimmat. Narxiga arziydigan budjetniroq advent bormi deganlar uchun. Bizda bor yo'g'i 12 ta окошко, o'shaning uchun hammasini bitta videoda ochib tashlaymiz. Va bizda birinchi окошко. Bu shig'lama praymeri, такой увлажняющий ekan. Ikkinchi окошко. Присыпка bo'lmasa kerak. Давайте ochib ko'ramiz. Да, точно pudra. Uchinchi окошко. Uх ты, bu yerda bizda 4 tali teng. Teng budjetniy bo'lsa ham pigmentatsiyasi juda ham kuchli. Va bizda 4-окошко. Bizda сразу ikkita produkt chiqdi. Ikki xil rangda ko'zga qalam. 5-окошко. 5-окошкамdan shunaqa blesk для gub chiqdi. Kelinglar rangini ko'ramiz. Yo, menimcha bu blesk для gub emas. Bilasizlarmi, hozir internetda juda ham tarqaldi. Labinglarga surasizlarda, ozginadan keyin o'chirib tashlaysizlar и как бы izi qoladi потом pigmentatsiya bo'lib. Bizda 6-окошко. Bo'ldi, esladim. Internetda ko'rdinglarmi sizlar ham? Menimcha shunaqa narsa sochinglarni mundoq qilib, takoy laminirованный effekt qiladigan. Menda 7-окошко va 7-окошкамdan o'sha распиаренный shig'lama highlighter chiqdi. Qaranglar, qanaqa нереальное свечение highlighterda. Juda ham pigmentatsiyasi kuchli. 8-окошкамizda kattagina, chunki bu yerda naqd 4 ta produkt bor ekan. Va birinchisi shunaqa lab uchun qalam. Qo'limda bo'sh joy ham qolmadi, mamutga surib ko'rsataman. Qanaqadir lab kleyi chiqdi. Shunaqa blostki ekan, buni ichida qip-qizil blostki. Sizlarga hammasini ko'rsatmoqchiman, o'shaning uchun hozirgi surgan kleyimizning ustiga surib ko'rsataman. Mana 9-окошко. Lab uchun shunaqa jidkiy pomada. 11-окошко. Shiglam brendi bilan unchalik yaqindan tanish bo'lmaganligim uchun buni nimaligini tushunmadim. No, meni tushunishim bo'yicha bu ko'z ustiga suradigan shunaqa siyashka. 12-окошко, lekin juda ham xafa bo'laman окошкalarim tugaganidan, chunki bu raspakovka menga juda ham yoqdi. Men uchun juda ham qizil. Masalan, men o'ylayman, advent kalendarlarni massiva chiqarishadi и o'tga faqat bazaviy ranglar qo'yilishi kerak deb o'ylayman, чтобы ko'pchiligiga tushishi uchun. Lekin umumiy olib qaraganda shig'lama advent kalendari o'z narxini 10 martalab oqlab ketdi. Chunki bu yerga hozir почти ochgan hamma mahsulotimni men ishlataman. Почти hammasini.